Bundamiz mana o'zi taniganlar bor hozir ashim burchakda turgan akaxonimiz. Taniganlar bitta laykni bosib qo'yasizlar. Assalomu alaykum Davlatjon. Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi? Musaffarxon aka. Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Bo'lyapmi ishlar? Rasa mehnat qattiq bo'libdi molxonada. Mehnatlar qattiq bo'ldimi lekin? Yetdim bu bir haftadan beri 10 kundan beri yo'qsiz deyman. Mana bu bitirish lyuks xonadonlar bitirishganda maqsad a. Xudo xolasa Zo'r. Bizni ko'rib turgan ashaddiy muxlislarga hammasiga sog' salomat yursa bo'ldi. Laykni bosib Davlatjonni qo'llab tursin. Davlatjon ham xudo xolasa Gulistonni bolasi. Bossa bo'ldi. Bo'ldi, xudo xolasa. Haqiqatan o'zi podpiskalarimiz aktiv xudo xolasa. Yaxshi niyatda ko'rilyapti. Havas qilib hammalari yaxshi niyatda ko'ryapti. Qo'llab-quvvatlab turibdi. Bundan ham yaxshi aktivlarni kutib qolamiz akalar. Bunaqangiz zo'r, eksklyuziv videolar ko'p, bundan ham ko'p ketma-ketlikda qo'yib boramiz xudo xolasa. Bundan bag'is sigir sezon, bo'g'oz sezon kelyapti. Shu sezonga mana tayyor o'g'limiz, lyuks o'g'limiz bitta xudo xolasa. 99% bitta mana bu yerda o'g'lar qilinadi, yana bitiriladi. Qolganlarni ham olib boramiz xudo xolasa. Zaparik qo'ldan kelgancha chiroyli yoritib beramiz. Qiziqqanlarga uzoq va yaqindan so'ragan obunachilarimiz bor. Misol ko'rib, yo telefon qilib ma'lumotlar so'rab olaveradi. Ha, bemalol, u bexijolat emas, yo'q, hech qanaqa bir qiziqqanlarga bir yoritib beriladi. Qisqacha bitta ko'rsatib olib, keyin razmerlarini hamma yo'g'ini yoritamiz. Chotki qilib. Bu videoni bir yotib uyda damda olib, muzli suvlar ochib, ichib ko'radigan bir video qilamiz. Hozir ko'k choyni almashtirib, kofeni ichadigan davr keldi-yu. Ha, kofelar ichib, mazah ko'rib, damda olib ko'radigan video qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, Muzaffar aka. Metrlarni aytamiz birinchi, nimadan metrlarni aytamiz? Uzunligi, eniga. Bunaqasi 26 metr. Ha, uzunligi, xudo xolasa, 26 metr. Mana shunaqasi 26 metr. 26 metr mana, uzunligi oxirigacha. Nechta molga mo'ljallangan? 21 ta molga. 21 ta katta molga mo'ljallandi, xudo xolasa mana. 21 ta katta molga. Firmada, pashti mini firma bo'libdi, xudo xolasa. Xo'p, eniga. Bunaqasi 7 metr. Eniga 7 metr, mana shu ustundan boshlab, g'ishimizgacha 7 metr deyilyapti mana. Zo'r mana. O'ta fayzli o'g'il bo'libdi haqiqiy. Zo'r, qimmat mollardan belgilangan o'g'il bo'libdi haqiqiy. Xo'p, temir stullarimiz temir ekan-a? Hammasi temir. Temir, tebalari frizalar. Xo'p, to'sinlar ham temir mana. Hammasi konteyner materialdan bir xillikda o'ta bir san'at asari qilib bitirilgan o'g'illarimiz tepadan yaqinroq ko'rsatamiz. Ustalarimiz kim edi ustalar? O'zimiznikilarmi? Mahalla bolalari. Yorvorib, haqiqatan yorvorib ishdi. Mehr bilan qilingan bilinib turibdi. Xo'p, oldingdagi stullar ham konteyner stullar ekan-a? Zo'r mana. Haqiqatan chiroyli chiqqan bor. Rasmga tushdi oqa. Xo'p, oldin temir o'xurlarimiz ichi kafel ekan-a? Kafel. 62. O'rtasi 62. Ichi ikkita kafel 62. 31 dan ekan-da. Zo'r bitibdi. O to'schalar ham bor ekan o'rtalarida. To'schalar o'z qildingizmi yo prosta nima qildingiz? Moslab. Ha, ikkita katta moldan bo'ldi. Surilib ketmasligi uchun ha. Zo'r chiqibdi haqiqiy mana. Oxirigacha ko'rsatamiz, yo'qqa ham borib. Zo'r mana. Yo'lagimiz ham bitta katta. Ha, skuter bemalol ketilaveradi, u yoqqa bu yoqqa. Borib kelib zo'r chiqaveradi. Zo'r. Tipalari, bu orqa xod. Zo'r mana. Ishimiz yana slus chuqurlarimiz ham bor. Buni ham qo'llangancha ortamiz, chotki qilib. Xo'p. Chiroqlar qo'yibsiz-a, tungi nimalarga? Chiroqlar ham har bir nima ustunlar orasiga qo'yib chiqilibdi. 8 ta chiroq qo'yilibdi. Zo'r. Mollarga o'ta udumsizlik yaxshi bo'libdi. Xo'p, temirlar, ana to'siqchilarimiz bor, temirlarimiz. Sizniki boshqacha chiqibdi, o'ta oldinroqdami, ha? Mollar tiranmaydi. Ha, bu tajribadan kelib chiqilyapti-da. 8 qochirilgan. 8. Ha, katta mollarga galishtin, ha? Semental galishtin. Rossiyskiy katta gibrid mollar uchun mo'ljallangan. Haqiqatan qochirilgan ekan. Ha, hop mana hammasida bir baylaydigan joylari bor. Motoridan 220. Ha, mana asosiy o'zining joyi 220. Stashkaligacha qolibdi hozircha. Endi bunga charm
qo'yiladi. Rezinka olib kelinarkan, charmi? Ponni bir xil qilib, Bir xil qilib. uni ham yoritamiz. Uni ham yoritamiz. Chiroyli qilib qo'yiladi. Xo'p, mana. Oldi turadi qanchayi? Pastroqmi mana bu shu turgan joyda? 50 santimetr, ha? Zo'r. Haqiqatan zo'r chiqdi undan ustida. Mana chuqurlari, siydik chuqurlari, mana orqaga trotuari. Zo'r, haqiqatan ishlayapti. Ustalarga malades. Respekt. Lak bosib, ha? Ustalar qilgan mehnatga laklar bosib qo'yasizlar. Ustalar ham rozi bo'lib chiqib ketganiga bir 5 minut bo'ldi, xudo xolasa. Pullar berildi mana. Hamma rozi, hamma xursand. Xo'p, necha pul ketdi deymiz endi? Muzaffar aka, o'rtacha. 150 milliondan o'tdi-da. Ha, materialni o'ziga, og'ildi o'ziga. Shunday og'il 150 milliondan o'tdi. 150 millionga mana shunaqa 26 metrli og'il. Lyuks holatda bitta, xudo xolasa. Steshkalari yo'q. Xo'p-teglari yo'q. Rezinkalar yana отдельный hisob bo'ladi bu. Hammasi shu holatga yetib keldi. Usta pullari-chi, usta pullar? Usta pullari 60 million. 60 million, ha? 60 million hozir sana berildi. Hozir baraka, rozichilik qilib hozir 60 million usta puliga ketibdi. Zo'r mana. Haqiqatan zo'r bo'libdi. Xo'p. Bu kirish mana nimamiz? Yana nerada silos chuqurlarimiz bor. Silos chuqur ham bor ekan, ha? Ha, silos chuqur ham bo'ldi. Endi hamma narsa sekin. Silos chuqurgacha kamchiligi bor. 1-2 kunlik ishi bor hali. Silos sezongacha to'g'irlab qo'yiladi kuzgi. Silos ko'mish vaqtigacha zo'r qilib bitiriladi. Ha, silos chuqur ham ancha katta ekan. Chuqurligi ham ancha chuqur. Ko'rib, 1.5. olaverasizlar. Zo'r chiqibdi. Necha pir sig'adi deymiz endi? Nega bir 30 sig'sa kerak. 30 sip, ha? Chiroyli qilib trambovka yaxshi qilib bosilsa 30 sip sig'averadi. Zo'r. Qulaylar bo'libdi-da molga qarashga. Ha, molga qarashga endi molni baxshdan sharoit qilib olaylik keyin. Ha. Yaxshigina chiqim bo'libdi. Bu oz pul emas bari. Chiqim bo'libdi, xarajat bo'libdi. Yaxshi niyatda qurilibdi, xolasi og'limiz. Zo'r bo'libdi. Qarasa 23 kundami? 23 kunda 23 kunda chiqib ketdi ustolar. Ustalar bitirib chiqib ketibdi. Zo'r chiqibdi haqiqatan. Malades. 4 kishi edi. Haqiqatan zo'r ish bo'libdi, qattiq ish bo'libdi. Xo'p, mollar belanadi, xolasa 1-2 kunda. Xolasa katta video bir 10-sentyabrlarga chiqarib beramiz, kattasini. Katta mollar bilan chiroyli qilib. Ha, shunda haqiqatan zo'r video. Rezinkalar qo'yilgan holatida. Kommentariyaga yaxshi gaplar yozilsa, Davlatjonda yana chiqadi video. Xudo Dangel savdo kanalimizga yana yoritib boramiz. Rezinkalar qo'yilgan holati, mollar qanaqa turadi, qanday qulaylikda turadi, hammasini g'ovlar qilingan holatini hammasini yoritib beramiz, xudo xolasa. Obuna bo'lib, podpiskalar tugmalarni bosib, podpishka qilib tursalar, qo'ldan kelgancha yoritib boramiz. Bu shu kabi videolarimiz undan ko'p hali proyekt. Yaxshi proyektlarimiz bor sezonga. O'ta zo'r videolarimiz oldinda hali. Bundan ham qiziqlar. Muzaffar aka, video oxirida bitta chiroyli so'z kutamiz endi sizdan. Musofirda yurgan akalarimiz shu niyat qilib, mana niyat qilgan bo'lsa, niyat yetsa, hammaga ham nasib bo'lsin hammasi. Xudo xolasa, xirmonni yig'ishtirib, Lak bosib, hali ustalarga ham lak bosib bersin. Ustolarning mehnati qattiq bo'ldi. Qattiq bo'ldi, issiq kunlarda zo'r ish bo'ldi. Aka-xonlar, hammalaring omad, ishlaringga rivoj, sog'likda, salomatlikda, yaxshi kunlarda, yaxshi joylarda ko'rish hammamizga nasib qilsin. Yaxshi niyatda ko'rgan aka-xonlarimizga hammalariga nasib qilsin, ilohim shuni og'il qurishlar. Laklarni bosib, podishkalarni kutib qolamiz, akalar, sog' bo'lasizlar.